lampa yo'q bizada. Qizlar zo'r layfhak o'rgataman. Nalka, kontur hammasini surib olganingizdan keyin, pudra surishdan avval fiksator olasizlar, yuzingizni sepasizlar. Men уже sepib olganman. Sepib, ozgina kutasizlar qurishini. Keyin pudrani olib, sekin ustidan surasizlar. Hamma narsalarni surib olasizlar yuzingizga. Men Charlotte pomadasini qachon olganim, 1-2 marta ishlatdim. Endi ishlataman. Endi kontur qoldi menda. Endi rumyani bilan highlighter. Hamma narsani mana shunaqa surib bo'lganingizdan keyin yana bitta ustidan fiksator deb forsanglar. Wow, bo'lib, kechgacha umuman oqib ketmasdan bo'lib turadi. Ko'p makiyaj qoldim bugun.